Men Hasanov Sharif bobo 23 yoshdaman. Bo'lajak shifokorman. Hozirda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 5-bosqich talabasiman. Yoshligimdan shifokor bo'lishni orzu qilganman. Prezidentimizning biz yoshlarga yaratib berayotgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, hozir orzumga erishdim. Kelajakda shifokor bo'lib, xalqimga sidqidildan xizmat qilishni niyat qilganman. Shu kungacha qilgan kamtarona mehnatlarimni yuqori baholab, hozirda Xorazm viloyat yoshlar akademiyasi lideri lavozimida faoliyat yuritib kelyapman. Faoliyatim davomida 200 ga yaqin jamoani yig'ishga erishdim. Ushbu jamoa bilan birgalikda 1,5 milliard so'm pul mukofotlarini qo'lga kiritganmiz. Qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar, biz yoshlarga imkoniyatlar keng yaratilgan. Biz mana shu imkoniyatlardan foydalanib, faqat bilim olib, harakat qilsak bas. –30 iyun Yoshlar kuni bilan barcha yoshlarni tabriklayman.